extendga to'xtalib o'tgandik, ya'ni o'sha biron bir turdagi yozilgan elementni biz o'shani qiymatlarini nusxa ko'chirish uchun extenddan foydalanar edik. Bugungi darsimiz bu ko'proq o'sha dasturlashga o'xshab ketadi, ya'ni JavaScriptga o'xshagan. Demak, for loop, if else va hokazo shularga bir to'xtalib o'tamiz. Avvalambor o'sha ko'radigan bo'lsak, o'sha Sasda biz o'zgaruvchan qiymatlar uchun ularni string interpolation deymiz. Ya'ni agar o'sha JavaScriptdan xabardor bo'ladigan bo'lsangiz, bir qiymatni ikkinchi qiymatga qo'shish mumkin. Misol uchun var a teng hello var b teng world a plus b qilayotgan hello world chiqyapti. Demak, bu o'sha string concatenation deymiz. Endi interpolation ham xuddi shunga o'xshagan o'sha qiymatlarni qo'shish, faqat bu yerda o'sha o'rtada qanaqadir kodlar, ya'ni amal bajarilib, ularni o'sha yangi qiymat chiqaradi. Endi buni o'sha ES6 JavaScript o'sha ES6 deymiz. 2015-yilda versiyasiga ko'ra o'sha string interpolation degan yangi tushuncha kirib kelgan. Endi oldin ham bor edi, faqat bu yozilish instruksiyasi boshqacha. Endi ES6 bo'yicha o'sha const bilan yozamiz bordi o'rniga. Aytadigan bo'lsak, h ya'ni hello world. Endi biz bu apostrof o'rniga backtickdan foydalanamiz. Backtick bilmaydigan bo'lsa, o'sha escape buttonda knopkamiz pastda chap tomonda burchak pastdagi belgi ikkita marta bosamiz. Böylece bosishimiz mumkin. Hello. Demak, dollar belgisi hamda jinkli qavs. Buning ichiga biz istalgan JavaScript kodini yozishimiz mumkin. Bizni tushunchamiz bo'yicha demak b kerak. O'zgaruvchi b h ko'radigan bo'lsak, demak bizda hello world chiqdi. Demak, mana shunga o'xshagan qiymatlarni biz o'zgaruvchi qiymatlarni berishimiz uchun Sasda ham xuddi deyarli bir xil ekan, faqat mana bu dollar belgisi bu o'zgaruvchi variable yaratishni ishlatilganligi uchun buni o'rniga ular Sasda bu o'sha panjaradan foydalanar ekanmiz. Misol uchun aytadigan bo'lsak, button chiziqcha va hokazo 3 plus 7 deymiz. 3 plus 7 miz 10 ga teng. Ko'ryapsizki, button 10 degan yozuv chiqdi. Demak, bu yerda o'sha maxsus hisob-kitob amallari, bo'lganda dasturlashga oid amallarni bajarish uchun biz o'sha string interpolationdan foydalanar ekanmiz. Demak, mana bu ko'rinishda bo'ldi. Xo'sh, bundan tashqari bunda shart operatorlarini bajarishingiz mumkin. If, else. Killa bunga bir misol ko'radigan bo'lsak. Sizda dasturlashda ma'lumki, stylga o'tmaydi o'sha bir button yaratamiz. Umumiy buttonlar. Agar e'tibor bergan bo'lsak, o'sha bootstrapda hamma buttonimiz bir xilda, faqat ranglari farqlanadi. Endi killa biz shunga o'sha qanaqadir bir mixing yaratamiz. Mixing nimaligini bilamiz. Mixing deymiz button type. Button type bo'lishimiz mumkin. Type. Demak, turi qanaqa? Aytadigan bo'lsak, o'sha turda istalgan narsa berishimiz mumkin edi. Endi bu yerda o'sha qanaqa amaliyotni bajarib ko'rishimiz mumkin ekan. Aytsak, demak, agar type teng big aytishimiz mumkin. Katta bo'ladigan bo'lsa font size aytadigan bo'lsa 45 pixel. Endi aytamiz button bo'ladigan bo'lsa mixing ishlatamiz. Demak, include button
type'imizga endi big berishimiz mumkin. Ko'radigan bo'lsak, demak mana bu yerda o'sha bunga big berdik, buttonimiz o'sha font size 45 ga chiqdi. Endi bunga small ishlatdik. Bo'ladi. Small ishlatganimizda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki, biron bir shart bajarilganda, ya'ni to'g'ri bo'lganda, quyidagi kodimiz ishga tushsin degan ma'noni anglatib o'tyapmiz. Agar type'imiz bunga teng bo'lsa, ya'ni qiymatga, demak, bizda mana bu kod ishga tushsin. Aks holda else font size'imiz 15 shu 25 qilaylik, o'zgartirib bo'lishimiz mumkin. Buni ko'rgan bo'lsak, demak bu 25 ga teng. Nega endi 25 ga? Chunki bu yerda small beryapmiz, smallda qiymati big emas. O'shaning uchun 45 emas, mana bu yerda 25 ishga tushdi. Aytadigan bo'lsak, bizda yana boshqa turdagi qiymat bo'lsa, smallga beramiz. Endi bu holat uchun biz else if dan foydalanamiz, kuchukcha else if. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, bunga o'sha kuchukcha belgisini bermadik, chunki else ni o'zg'irlayapti, demak bu if yonida kelyapti, demak else if type teng small bo'ladigan bo'lsa, font size'imiz 45 emas, 35 bo'lsin. Endi ko'radigan bo'lsak, qiymatimiz 35 ga teng. Demak, biz mana shunday qilib shart operatorlarini bajarib borishimiz mumkin ekan. If, else if yoki else degan komandalarni bajarib o'tsak bo'ladi. Endi bu o'sha shart operatorlari. Buni ishlatgan bo'lardik, aytadigan bo'lsak, mana bu yerda o'sha mixing bilan ishlatganda solishtirishimiz mumkin edi. Agar ft qiymat bo'ladigan bo'lsa, flex directionda chiqar, emasa standart o'sha rowga aylantir degan qiymatni berishimiz mumkin edi. Juda ham oson. Keling shu o'rgangan o'sha bilimimizdan foydalanib, o'sha bootstrap buttonlarga o'xshaganda yaratamiz. Mana buni shunday olib turamiz. Danger button danger include button type aytadigan bo'lsak danger. Demak, bunga o'sha button qiymatlarini berishimiz mumkin. Buttonni qayerdan olamiz? Agar eslangda bo'ladigan bo'lsa, mana footerga button degan klassni yozgan ekanmiz. Demak, mana shundan extend qilishimiz mumkin. Aytadigan bo'lsak, bu yerda buttonimiz yo'q. Umuman mana bu pastki qismga tushib extend button deb qo'yamiz. Bitta qatorda bo'lishi kerak ekan. Bu yerda button klassimiz yo'q. Aytgancha bizda dangerimiz ham yo'q. Demak, xatolik shunday ekan. Class button danger. Ko'ramiz, button dangerimizda o'sha 25 piksel hamda mana bunga o'xshagan qiymatlar berilganligini ko'rib turishimiz mumkin ekan. Endi mana bu yerda o'sha button classni olib tashlayman. Ko'radigan bo'lsak, bizda o'sha qiymatimiz hali ham o'zgarmadi, chunki bu qayerdan kelyapti? Footer SCSS dan kelyapti. Ya'ni bizda style CSS emas, footer SCSS dan. Vaholanki bizda o'sha stilimizda ko'radigan bo'lsak, o'sha button klassimiz mana bu yerda o'sha button klassimiz style CSS da, lekin o'sha yuqoridagi mana bu map ishlatilganligi uchun bizda kodimiz bilyaptiki, bu asosiy qiymat qayerdan, demak
footer SCSS dan kelganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, o'sha bootstrap ham aynan shu asosda yaratilgan. Ko'radigansiz, nuqta components SCSS dan qiymat kelyapti. Reboot SCSS demak shunga o'xshagan SCSS fayllardan foydalanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, mana bu yerda buttonimiz bor. Demak, o'shaning uchun istalgan joyimizda o'sha extend qilsak bo'ladi. Faqat o'sha extendimiz o'sha button class yaratilgandan so'ng, demak, footerda yaratilgan. Shuning uchun footerdan keyin yuklaganligimiz uchun ishlayapti. Agar undan oldin ishlatadigan bo'lsak, buttonda o'sha bilmasligi mumkin. Buni sinab ko'ramiz. Yo'q, buni ham bildi. Demak, bunga o'xshagan o'sha klassimiz borligini ham sezar ekan. Shuning uchun buni syntactically awesome style sheet emas, smart awesome style sheet ham bo'ladi. Ko'rganimizdek, demak, biz danger berdik. Endi mana bularni o'zgartirib chiqamiz. Agar typeimiz danger bo'ladigan bo'lsa, background color red, success bo'ladigan bo'lsa, background color green. Aks holda bu o'sha primary ga tengsigan bo'ladi. Ya'ni primary'miz cook edi. Mana bu holatga teng deb aytib o'tishimiz mumkin. Ko'raylik, qizil. O'sha biron-bir yana klass yaratamiz. Success hamda warning. Success warning yaratdik. Ana button aytadigan bo'lsak, success make extend button class foydalanamiz hamda include button type success. Ko'raylik, yashil. Oxirgisini button adashmasam warning berdik. Demak, bunga o'sha warning beramiz. Ko'raylik, o'sha warningimizda bunaqa klassimiz bu yerda bunaqa qiymat bermadik, faqat danger success berdik. Agar ikkalasidan boshqa qiymat bo'ladigan bo'lsa, demak hammasini ko'kka o'zgartiradi ekan. O'sha komanda berganligimiz uchun mana bu yerda shunga o'xshash klass yaratilganini ko'rish mumkin. CSS ni bir qarab ko'ramiz. Demak, CSSimizda button danger, background bor, success, background bor, button warning, va hokazo. Keyin mana bu yerda o'sha buttonga yuqoridagilarni berganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, bunga o'xshagan o'sha kodimizni optimallashtirishda SAS o'zi biz uchun amalga oshirib berar ekan. Bugungi darsimizga yetadi. Shu shartli operatorlar bilan ishlashni ko'rib o'tdik. Kelasi darsda biz o'sha for looplarga, ya'ni sikllarga to'xtalib o'tamiz. Hozircha xayr.